Bilasizmi, ba'zan butun dunyoni o'zgartirib yuboradigan xulosa faqat bitta odamga bog'liq bo'ladi. Aslida yer yuzasidagi hamma insoniyatning yashab qolishi yoki yo'q bo'lishi masalasi ham bir paytlar bitta odamning ovoziga kelib taqalgan. Bu voqea 1962-yilda bo'lib o'tgan. Odamlar bu lahzani insoniyat tarixidagi eng xavfli on deb atashadi. Eng dahshatlisi esa o'sha paytlarda odamlar buni umuman bilishmagan. 1962-yil 27-oktyabr Kubada jang bo'layotganda, AQSh dengiz floti Kuba yaqinida chuqur suv ostida B-59 nomli sovet suvosti kemasini aniqladi. Uni suv yuzasiga chiqishi uchun AQSh ogohlantiruvchi bombalarini tashladi. Suvosti kemasi ichidagi odamlar esa 3-jahon urushi boshlangan deb o'yladi. Ularning keyingi qadami o'z yadroviy qurolini ishlatish edi. Lekin yadroviy torpedani uchirish uchun kemadagi 3 ta baland martabali ofitserning hammasi rozilik bildirishi kerak edi. B-59 kemasida 3 ta qo'mondon bor edi. Kapitan Valentin Savitskiy, siyosiy ofitser Ivan Maslennikov, bosh shtab rahbari Vasiliy Arxipov. Kapitan va siyosiy ofitser ha deb javob berdi. Yana bitta ha butun shimoliy yarim sharni yo'q qilishi mumkin bo'lgan yadroviy urushni boshlab yuborishi mumkin edi. Oxirgi to'xtam Vasiliy Arxipovga bog'liq edi. Bu inson esa yo'q dedi. U odamlarni yadroviy torpedani uchirmasdan suv yuzasiga chiqishga ko'ndirdi. Bu orqali ular AQSh dengiz flotiga o'z joylashuvini oshkor qildi. Ammo 3-jahon urushining oldi olindi. U dunyoni saqlab qoldi. Lekin ular Moskvaga qaytganida odamlar qahramon sifatida emas, balki tajovuzkorlik qilmagani va taslim bo'lgani uchun sharmanda qilingan holda kutib olindi. Bu inson 1998-yilgacha yashadi. U vafot etganidan 4 yil o'tib ekipaj a'zolaridan bittasi nihoyat o'sha kuni aslida nima bo'lganini hammaga aytdi. 2017-yilda unga vafotidan keyin hayot kelajagi mukofoti topshirildi. Bu mukofot yer yuzasidagi hayot kelajagini himoya qilish uchun o'z xavfsizligini xavf ostiga qo'ygan insonlarga beriladi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.